Assalamualaikum billah. Bu saat sizlerimiz frame layout, frame layout. Hem de bu frame layout'unki hem de odatda bujuni ostida mustaqil aralashtirib ishlatish ehtimol qilmayapti. Bu frame layout'ni qanday qilib ishlatishni fragment o'zbek so'zlaymiz. Fragment bilan birlashtirish şeklinde. Bu frame layout bilan qanday narsa deganlar bu hamda frame layoutni ichiga qo'ygan ko'ngillar qavat shaklida, ya'ni masalan qavat shaklida bo'ladigan qanday tushunadigan mesela ma'lumotni sizona bo'lsa, mesela ma'lum eng ustungi qavat desak, mesela ma'lum biz eng ustungi qavat desak, undan sonra matrapdan turib qaragan chog'da bunga mesela matrapdan turib qaragan chog'da tuyandan yuqori qaragan chog'da undan so'ng birinchi qavat ikkinchi qavatniki marayonni birinchi qavat to'sib oladi, shundaymi? Marayon ko'zi ko'rindi. Uchinchi qavatdan bo'lsa marayonni ikkinchi qavat to'sib oladi. To'rtinchi o'xshash usul bilan to'rtinchi qavatniki marayonni to'sib oladi. Endi fragment deganni ichiga qo'ygan ko'ngillar shundaymi? Ma'ni eng oxirida qo'ygandik, shundaymi? Mana eng oxirida qo'ygandik. Ma'ni birinchi qavatdan qo'yganmiz, shundaymi? Ma'ni ikkinchi qavatdan qo'yganmiz, uchinchi qavatdan qo'yganmiz, to'rtinchi qavatdan qo'yganmiz, beshinchi qavatdan qo'yganmiz. Mana eng oxirida qo'ygandik, undan so'ng bunda qavat shaklida demaydi, ya'ni qavat shaklida demaydi. Buniki ham ba'zi bu joylarniki alohidligi liner layout o'xshab ketadi, liner layout o'xshab ketadi. Liner layout ma'no o'xshab ketadi. Endi tuanda biz bunda bir shakl chiqarib topamiz. Tuanda qanday shakl chiqaramiz desak, endi uni chiqib ko'ramiz buni. İnsan qanday shakl deganda bundoq bunday shakl chiqarib qo'yadi, bunday shakl chiqarib qo'yadi. Mana shuniki belgiyasini o'zlaringiz bo'lsa, qarang bunday shakl. Endi ma'vo ham ustungi qavat bo'ldi, eng oxirida qo'yilgan bo'ldi. Ma'vo undan keyin undan burun deyiladi. Mana shunday bir shakl chiqarib qo'yadi. Endi bunday shaklni biz mana buni ichiga bo'lsa liner layoutni qo'yaylik. Endi VBC eng keng VBC bo'lsa 300 da sevgisini 300 olsun. Lekin bununki o'rni center olsun. Endi men bununki background'si qizil olsun, qizil olsun. Qaragancha ma'lum sirtib bo'ldi. Endi men yana o'xshash usul bilan bizni ko'chirib olay. Shuni ko'chirib qo'yib, buningkiga 200 deb beray yoki bo'lsa 250 deb beray. 50 ni qisqartirib qo'yay endi bo'lsa. Buningki endi asas qo'ysin. Qarayganimizda buni ichiga chiqdi. Hargiz ma'vo ostiga chiqmadi, qarayganimizda ichiga chiqdi. Demak bu qavat shaklida bo'ldi deyiladi. O'xshash usul bilan yana men ko'chirib, buni 200 deydi. Buniki ko'p ko'rsatuvni. Qarayganimizda buni henüz 50 dan kichikroq bo'lyapti. Endi ma'vo ham kichikki mazmunda. Uni to'pchiliki mazmun ma'vo yeşil mazmun. Uni to'pchiliki mazmun va ko'k mazmunda. Unda olsa men yana o'xshash usulga ko'chirib 150 deydi. Endi bunikini qor beraylik. Qarayamizda buni shunday teja shaklda chiqyapti. Buni endi masalan biz torbetlarda jiq ko'ramiz, torbetlarda boshqa applarda biz jiq ko'ramiz. Masalan ustida masalan xalqaro xabarlar, yangi xabarlar, yana bir narsa xabarlar
fikirler yapar. Anadaki bu fikir yemeğine ondan solga, soldan onga sürgülü olur. Ama ondan solga ya soldan onga sürgülü olur. Endi bu işlerine mesela birinci betini alsak, keyin onga sürse ikinci bet, qaytırıp edersek yine birinci bet görünür. Demek bu işlerine hemisi bir frame ya, bu işlerine hemisi bir frame. Endi bu nurgun kodlarını asasını çıkarır mesela çok. Yani birinci frame çekкен çağdan da olsa bana muhabbetin püstü veriyorsun ama bu frame'lerden kâmlıkına ki ilgizlikine hemiz tepmedi yani. Bu frame'lerden ki kâmlıkı ilgizliklerimiz tepmedi. Yani frame'lerden arasındaki mezmun mu okuşmaydı birisiyle. Daha sonra birinci sınıfta algan çağdan bana kızıl frame'ni gösterdi. İkinci sınıfta algan çağdan da sonra yeşil frame'ni gösterdi. Demek mava mesela ama ondan sonra bakamsan da olsa sol taraftaki en sırtıdaki görünüp turibdi. Yoki bo'lmasa en ustidagi frame degansiz ya. Mesela ko'rinib turarqali, negativ ko'rinib turarqali yoki bo'lmasa en ustidagi frame degan. Shunga o'xshash endi bu bunda qatlam bunda chiqadi, bu qatlam chiqargan layout bu endi jiqishilmaydi. Buni vaqti kelgan chog'da biz shu nimaga borgan chog'da view page'ni so'zlagan chog'da buni to'g'ri qilmasroq to'xtaymiz. Endi bu bugun so'zlaydigan darsimizniki bir qismi. Endi ma'no ichiga masalan, ma'no ichiga men battonda bir narsam qanday bo'ldi desam, qaraganda battonga qanaqa konjama shu mistik konjani har bir filmning shu bujiga nisbatan qaranglar, bujiga nisbatan mana indolsa men shu battonni ostoq ko'chirib qo'yaman. Ostoq ko'chirib qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak, ostoq ko'chirsak bu ma'rayon ketadi, ma'rayon ketadi. Indolsa men buni ham go'yitini berib qo'yaman, go'yitini qaraydigan bo'lsak ko'zamni bu mayli buji bo'lsa, mayli konjam bo'lsa, qaranglar, hammasini bu shu qavat şekilde chizibmadi, ustiga qavat şekilde chizibmadi degan. Bundan sonra managa men yana bir tekst yurdim buni qo'shsam, yoki bo'lmasa degan battonni men qo'shsam, qaragamsa mana Eminet'te ama degan battonni hamma ustida, endi battonniki ranginiki o'xshamas mesela bunikiga Muşnaga o'xshash endi o'xshamaydi deysiz, bu chizma deysiz, qatlam chizma deysiz. Bu endi bizniki frame layout to'g'risida to'xtalishimiz, buni jiqishlaydi, shunga buni to'g'rilab inchiklab to'xtamaymiz. Buniki endi xasslarimiz baytini deb ketganda bizlar ichidagi ko'ngilniki xasslar deysiz. Buniki o'ziniki endi maaş sırtlık işçilik koncerlere belgen hasıklara anlaşıya kararlanacak buna. Biz liner layout okşak gidiyor ya, liner layout okşak gidiyor. Bu zaten ikinci mezun olursa absolutely layout ya, absolutely layout. Hem de absolutely layout ne aldan saat gerçekten bu hem de Google vazgeçken API'larından birisi ya, vazgeçken API'larından birisi. Buniki endi bunda apirdigan bo'lsak, qurgandek kimi avtomatik niyat chiqadi. Yani shuni qaraydigan bo'lsak, absolutely layout is deprecated deydi. Odatda Google endi shu ko'chi bo'lgan API'larga ishlatadi. Masalan, mayli Joko bo'lsin, mayli yoki API bo'lsin. Masalan, biz mana deprecated deganimizni ben sana qaraydigan bo'lsak, buna bo'zanchon Fendoy deydi. Endi shilchani umid qilmaymiz deganda, Endi bu absolute layoutni men bir qo'sh so'zlab ketishni loyiq ko'rdim. Nechta desam, endi keyin mayli boshqa material ko'raman yoki bo'lmasa shunday boshqa shamollarni ko'raman, to'g'rilab yo'l qilsam, endi buni ko'rmagan deb men yerdan shu ko'rib ketishni loyiq ko'rdim.
Endi bu absolute layoutni aldingi soatda deganda bu x y bo'yicha o'rnini bekitib ishchilik ko'nganlar x y bo'yicha o'rnini bekitib endi bu x y deganimiz qanday matematik o'rgangan bolalarimiz bildi. Endi biz odatda RD ikki o'lchamlik tekshirishni odatda x y deb ikki koordinat o'qib bo'lib olamiz odatda. Unda olsa ma'lum bir nuqtani ifodalash uchun bizga faqat x y koordinati bo'lsa biz ma'lum bir nuqtani masalan topa olamiz deymiz. Ekranda ma'lum bir nuqtani topa olamiz deymiz. Ekranni ba'ni mesela mavi ekranniki mesela mavi ekranisi olsa mavi x oldu, mavi y oldu diyeyim. Olsa biz ma'lum bir nuqtani bo'lish uchun mesela x y kelsa bo'ldi bizga x y kelsa bo'ldi deysiz. Şu x olsa absolute layoutni ishchilik qo'shgandan keyin bu ishchilikka bolalarga nisbatan digital qaraydigan bo'lsak mana birinchisi chiqadi. Layout x bilan layout y deydi. Bunda olsa biz oldi bilan yanıla bizimde olsa aldığımızda kâmlıkla ilgili belirtiler. Mesela namanaga 200 dikte belirtiler. Öndeki Android ilgisi mesela 100 dikte belirtiler. Öndeki bunaga biz background belirtileri. Öndeki bunaga text belirtileri. Text'e absolute layout. Şimdi bunu aldığımızda hiç kandak küsetmeyimiz, hiç kandak beğenmeyiz. Normalde çıkarsak bu kararlarımızsak sol taraf üstüge takışıp çıkartır da, sol taraf üstüge takışıp çıkartır. Bulonga. Daha sonra buna biz x'ni bir bakalım. Daha sonra benden x birlik koyacağım. 10 birlik bir koyayım. Qaraygansak mana x'den 10 birlik sürildi. Amaliyotda bu margin o'xshab ketadi, margin o'xshab ketadi. Bundan sonra amaliyotda y deb beradi. Qaraygansak buni ustidan 20 sürildi deymiz. Bundan sonra bu sürilgan nimaga asosan sürildi desak, bundan sonra mushu nuqtaga asosan sürilgan deydi. Mushu nuqtaga. Mushu nuqtaga asosan mushu o'rinda bo'ladi. Bu müşü noktada üstüden onga mı yakın onga sürüldü. Ondan sonra üstüden mesela Y''den 50'ini sürüyorsak, üstüden 50'ini sürüyorsak yakın müşü noktadan müşü mesela ne demek etsek mavi 0'da 0 nokta çönümü mavi 0'da 0 nokta. Ama şu 0'da 0 noktadan da x boyunca 50'ini sürdü, y boyunca 50'ini sürdü diyeceğiz. X boyunca 50'ini sürdü, y boyunca 50'ini sürdü diyeceğiz. İşte beğenmeyen konularımızdan da olsa şu noktası 0'da 0 noktada bir yer turdu diyeceğiz. Bunların bir kıymet versek, 0'da 0 noktanın merkez kıtırıp şu kıymeti icralaşıp diyeceğiz. Bundan olsa biz buna minus bir bakalım. Qaraygansak minus bo'lsa ustiga chiqib ketdi böyle minus bo'lsa ustiga chiqib ketdi. Demak bu mesela koordinat o'qiyanda olsa koordinat o'qi odatda biz ma'qul usulda belgilaymiz va marayonni biz 0'dan kichik rayon, 0'dan cho'ng rayon, 0'dan kichik rayon, 0'dan cho'ng rayon deb belgilaymiz va nima o'xshash demak biz minus qiymat bo'lsa bunda olsa bu 0'dan kichik rayon o'tib ketdi deymiz. Mesela biz bundan mesela ekranda çıkıp ketgan bir qimmat qaraygansak yo'q da ekranda. Qaraygansak miyajida miyan ko'rsatadi. Demak biz x y tanishajak bo'lib ekranda qolgan berilgan net ko'ngilni apralaymiz deymiz. Net ko'ngilni apralaymiz deymiz. Va endi sizlerden şikayet absolutely layout mükemmel olabilir ya absolutely layout. Nasıl bunaga yana bir komponent bakayım ben. Yana bir komponent o'xshashla mesela 50 qilib mana qilishni bilmayman. Çok qulay. Qaragan bo'lsak bu ustiga chiqib ekan, ustiga chiqib ekan. Bo'lsa men maniki
İkisini nasıl yazarsan bir özellik kararımızda bu kongerler birbirisiyle münasebeti yok diyorsunuz. Fakat mesela x, y k'ye tanıştırgan bolsa şu boyunca buludu diyorsunuz. Şu boyunca buludu diyorsunuz. Biz bunu qanday vaqtlarda ko'proq ishlatamiz insonlarimizni buramizdan şeyler oyun yasagan mesela ma'lum bir tekst ma'lum bir chekitniki ma'lum bir chekitning ustidan qayoqda desak bo'lsa bu chekit birdan misol tutga bu ekronni egizlik bilan kamligini iyib olishini egizlik bilan kamligini iyib olgandan keyin bu chekitmada bo'yda bunda ma'lum bir tushunsiz o'ylab olganini o'zim tushunchilik damızda boyutta bunu x y'ini o'zgartirish orqali bunda harakatlantiramiz deysiz harakatlantiramiz deysiz şu çağlarda hem demiş absolutely yapmış ki ben kunyenin uzun arkalı hareketlentiramiz deysiz şu çağlarda şekilde deysiz bu anda bucuninki dördüncüsü böyle bu bucuninki dördüncüsü böyle dördüncüsü absolutely